Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan eng oson usulda juda ham mazali va og'izda eriydigan bo'lib chiqadigan chakchaklar tayyorlaymiz. Ishimizni boshlaymiz. Kattaroq chuqurroq idishimizga 3 dona o'rtacha kattalikdagi tuxum, 1 chimdik tuz va choy qoshiq uchida pishiriq sodasi solamiz. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Venchikda yoki mikserda aralashtirsak ham bo'ladi. Tayyor tuxumli massani ustiga oldindan elakdan o'tkazib qo'yilgan unni qo'shamiz. Un taxminan 220-250 gram atrofida ketadi. Tuxumni katta kichikligi va unni turiga qarab grami o'zgarishi mumkin. Yaxshilab qorishtirib, o'rtacha yumshoqlikdagi xamir tayyorlab olamiz. Xamir bilan biroz ishlaymiz. Va xamirimiz tayyor. Qattiq yumshoqligini ko'rsatib o'tdim. Paketga o'rab 5 daqiqa davomida dam oldirishga qoldiramiz. 5 daqiqadan keyin xamirni ochib, yana biroz ishlab olamiz. Xamirimiz yana ham silliq, yumshoq bo'ladi. Tuxumli xamir bo'lganligi uchun biroz qo'limizga yopishadigan xamir bo'ladi. Unni keragidan ortiqcha qo'shib yormaymiz. Xamir bilan yaxshilab ishlanganda silliqqina xamir bo'ladi. Endi tayyor xamirni paketga o'rab, yarim soat davomida sovutgichga qoldiramiz. Xamir dam olgunigacha siropini tayyorlab qo'ysak bo'ladi. Chuqur idishimizga 200 gram shakar va 100 ml suv qo'shamiz, oddiy suv. Biroz aralashtirib olamiz va qaynagunigacha kutib turamiz. Qaynash darajasiga yetganidan keyin bir bo'lak, ya'ni bir tilim limon bo'lakchasini qo'shib yoramiz. Endi olovini pasaytirib, pastroq olovda 8 daqiqa davomida qaynatamiz. Siropi deyarli tayyor. Limon bo'lagini olib, ustiga 2 osh qoshiqda asal qo'shamiz. Asalni har qanaqa turidan ishlatishimiz mumkin. Yaxshilab aralashtiramiz. Olovni ham o'chirib, siropimizni chetga qo'yib qo'yamiz. Endi bu orada xamirimiz tindi, yarim soat vaqt o'tdi. Stolimiz ustiga birozgina un sepib, xamir bilan ishlashni boshlaymiz. Ya'ni yoyib olamiz. Birinchi yaxshilab mushlab ochib olamiz xamirni va keyin o'qlov yordamida yupqaroq qilib yoyamiz. Xamir yumshoqqina, ishlash oson. Lekin tuxumli xamir bo'lganligi uchun yoyganda biroz kirishadigan xamir bo'ladi. Va albatta yoyganimizda unni keragidan ortiqcha sepib yormasligimiz kerak. Xamirni mana yupqagina qilib yoyib oldim. Ekranda ham ko'rsatib o'tdim qalinligini. Chuchvara mantilarni xamiridan biroz qalinroq bo'ladi. Endi yoyilgan xamirni hamma o'ziga qulay bo'lgan usulda kesib to'g'rab olishlari mumkin. Men tayyor pichoq yordamida kesdim. Lentalar qilib, ingichka qilib to'g'rab olishimiz kerak. Va mana kesilgan lentalarni birlashtirib yana to'g'rab chiqamiz. Taxminan 1,5 yoki
2 sm atrofida uzunlikda kesib olamiz. Bir-biriga yopishmasdan dona-dona bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Xamirlarimiz tayyor. Endi pishirishga olamiz. Kattaroq, chuqurroq qozonchamizga ko'proq qilib o'simlik yog'idan qo'yamiz, hidsiz o'simlik yog'i va yog'ni bir yaxshilab qizitib olamiz. Qizigandan keyin olovini o'rta olovga qo'yamiz. Xamirlarni solib, tez-tez aralashtirib turamiz va o'rta olovda biroz qizargunigacha qovurib olamiz. Va albatta xamirni hammasini birdan qo'shmaymiz, oz-ozdan solib qovuramiz, chunki yog'ga tushganda kattalashib ketadi va ko'piradi. Va xuddi shu ko'rganingizdek qilib hammasini xamir tugagunigacha shu tarzda pishirib olamiz. Yog'lardan ham yaxshilab sizdirib olishimiz kerak. Chak-chak xamirlarimiz tayyor. Hammasini pishirib bo'ldik. Yumshoqqina, lekin qirsillagan juda ham mazali bo'lib chiqadi. Mana ekranda ham bo'lib ko'rsatdim. Endi ustiga boyagi tayyorlab qo'yilgan siropini hammasini quyib olamiz. Sirop quyganimizdan keyin yengil-yengil aralashtiramiz, ezilib ketmasin. Ehtiyotkorlik bilan aralashtirishimiz kerak. Siropni hamma joyga tegadigan qilib aralashtiramiz. Chak-chakimiz tayyor. Xohlagan idishga terishimiz mumkin, har xil formalarda qilishimiz mumkin. Ya'ni qolipga joylashtirib yoki oddiy tarelkalarda qo'yib, bemalol dasturxonga tortsak bo'ladi. Juda ham mazali, og'izda eriydigan va birpasda yeyilib ketiladigan chak-chak bo'ladi. Ko'rinishi ham ishtaha ochadigan, juda ham chiroyli rangda chiqdi. Ustiga birozgina maydalangan xandon pista qo'ydim. Va chak-chakni men dam oldirmasdan videoda kesib ko'rsatdim. Dam olgandan keyin chiroyli bo'lib, formasini ushlab turadigan bo'ladi. Ichlari ham g'ovak-g'ovak bo'lib chiqadi. Yengil ta'mda. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Savollaringizni va fikrlaringizni video ostida yozib qoldiring va albatta videoga like bosish ham esimizdan chiqmasin. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.